Yo, hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan Storm bugungi videoda Vijvaniya, ya'ni uy qurishni ikkinchi qismini olamiz. Bugungi maqsad nezi portalga kirish. Gapni ko'paytirmayman. Qani unda men boshladim. Mana ko'rib turganlaringdek uyni bitirganman, ferma qurganman, uyimni yoniga esa portal qurganman. Bu yer kartoshka va o'rtasida somon bor. Uyimni tomini bitirib qo'yganman, aynalar qo'yib. Keyin mana portal bugungi maqsad uchun qurib qo'yganman, lekin flint bilan stil yo'q. Temir kerak bizga. Temir oldimda ham yo'q. O'shaning uchun qidirib ko'ramiz. Mana qishloqni uyiga kirib kitoblarini o'marib ketamiz. Bizga kelajakda kerak bo'ladi qishloqidan narsa olgani. Bularni olib sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Keyin kon kovlaymiz. Agar kondan kerakli narsa chiqmasa kon topamiz yoki pastga qarab ketamiz. Pastga qarab ketsak balki katta kon chiqib qolar. Endi yana bilmadim. Hamma qishloqni uyini tekshiramiz. Sandig'i bo'lsa, temir bo'lsa olamiz. Mana ko'rib turganlaringdek uyni bitirganman. 3-qismda esa 2-qavatini quramiz uyda. Endi maqsad bor. Sandiqda kerakli narsalarim ham bor. Bu pechka, bu verstak, bu divan. To'xtanglar, qorong'i tushyapti ekan. Uxlab olamiz. Qorong'i tushgandan so'ng undan oldin sandiqqa kerakli narsalarni solib qo'yamiz va uxlaymiz. O'rnidan turdi. Endi kon qaziymiz. Kon qazib turib temir, portalga kerak bo'ladigan narsalar olamiz. Qayerga qursam bo'larkan. Mana mashikka quraman. Mashikka to'xtanglar, suv tarafga qarab ketsam suv chiqib qolarmikin? Mayli, bu tarafga qarab ketamiz. Ash tarafga qarab ketsam yaxshi narsalar chiqsa kerak. Yana bilmadim. Qani unda men 2x qilyapman. Go. I love you so much that it's dripping from my heart and such. I'm sorry, I know I'm too much to love to trust. I'm nothing but I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask, am I just dreaming? Or what I could believe in since I have nobody else. I keep breathing, it's the living I can't help. It's the misery, 'cause you can tell me how much that you care. And I know it's true, yeah, you need to get me out your hair. Is all this special was happy? Why can't you choose me? Is it green? This isn't less no fairy, 'cause it's what you see. Misery and knowing I love you and had to leave. The misery that I can't shake, the misery I bleed. I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask, am I just dreaming? But it's really kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask, am I just dreaming? I still feel that kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask, am I just dreaming? Shuncha kovlagandan so'ng bu yerda kovlash erindim kelib qoldi. Sababi bu yerdan hech nima chiqmayapti. Allaqachon temir yoki har xil ko'mir chiqishi mumkin edi, lekin chiqmadi. O'shaning uchun yopib qo'yapman. Endi qayerdadir joy topib yerga qazib ketamiz. Undan oldin sandiqqa o'zimni inventorimda keraksiz narsalarimni solib qo'yaman. Ungacha 2x qilyapman bag'ini ham.
Ana shu yerga kovlayim kelib qoldi. Narsa chiqib qolar. Anchadan beri kovlayapman. Menimcha bedrock chiqmasa bo'ldi. Mayli, kovlab ketaveramiz. La'nati bedrock chiqib qoldi. Bilmadim, mana shu to'riga qarab ketaveraman. Agar omadim kelib kattaroq kon chiqib qolsa yaxshi bo'lardi. Qani unda boshladik. Va olmos topganim yaxshi bo'ldi. Omadim yaxshigina kelyapti. Endi g'or chiqdi, ko'ryapsizlarmi omadni? Bunaqa omad kimda bor? Izohlarda yozib qoldiring. Yaxshi omadim bor ekan. Endi bu skeletni yoyib yuboramiz. O'q tegmadi biror marta, chunki qalqon qilib turdim. La'nati bitta kirib berish oldimda turgan ekan. Hozir sizlarga mani kirib o'ldirib zo'r narsa ko'rsataman. Shana olmos. Kimda bor bunaqa omad? Izohlarda yozib qoldiringlar. Va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Yana skelet. Buni ham o'ldirib yuboramiz. Va nihoyat temir chiqdi. Bizga eng kerakli resurs. Asosan o'zi olmos bas temir qidiryaptim, yo'limdan chiqib qoldi. Bilmadim, mana ularni ham shovlab olamiz. O'y, yana flint tushdi, yaxshi bu. O'zbekchasida po'lat bo'larmidi, yana bilmadim. Lava bor ekan bu yerda. Lavani tugatib yuborsam tagida olmos chiqarmikin. Davayte shu lavani nima bloklar qo'yib nima qilib yuboramiz. Bu chuqur ekan. 3 blok, 4 blokdan ekan. Buni tugata olmayman. Mayli. Lavaga tushib ketdim, quritdim o'zimni. Nari tomonida ham bor ekan lava. Mana hozircha yo'q. Bo'ldi, chuqur ekan. Nari tomonida juda ham katta bor shekilli. Mayli. Nonni yeb olamiz. Qornimiz ochgan ekan. Va yarimta jonni to'ldirib oladi. Bu kirib beraymi? Qalqon qilib olamiz. Zarracha jonim olgan yo'q. Hozir sizlarga men zo'r narsa ko'rsataman. Ungacha sizlar kutib turinglar. Tayyormisiz? Tam surpriz. Men mod qo'shdim. Qorong'ini yorug' qilish uchun temir, olmos agar chiqib qolsa yo'limizdan endi yaxshigina ko'raman. Bu yaxshigina lasor turibdi. Davayt endi ko'pgina temirlar qidirgan tushaman. Endi bu zerikarli joylar sizlarga shart bastir, o'shaning uchun 5x 4x qilib yuboryapman. Mayli.
La'nat hozir bularni dastidan o'laman-ku, zombiyni bolasi. Yo'q. O'ldim. Balki invertor yonag'idi. Ko'pincha yoqibman. Endi temirda eritganni qo'yamiz. 35 ta yig'ibman. Bu yaxshi natija. Endi sunduqqa biz kerakli narsalarimiz, keraksiz narsalarimizni joylab qo'yamiz. Bitta gapni eslab qoling. Keraksiz narsa ham kelajakda kerak bo'ladi. Ana motivatsiya. Endi narsalarimizni solib qo'yamiz. Solib qo'yib Nether portalga kiramiz. Bugungi maqsadni amalga oshirib videoda tugataman. Qani bo'lmasa ketdi. Mana portalni oldiga kelib oldim. Bum! Yoqdim. Do'stlar, tayyormisiz? Bo'lmasa men kirdim portalga. Kiryapti. Building terrain deyapti. Mana tarjimasini bilganlar izohlarga yozib qo'yinglar. Yaxshi joyda paydo bo'libman. Kamiga Nether qal'a bor ekan. Bu mana magma kub jonga tegdi. Kamiga gaz. Qoch deymiz. Qoch. Kemay plos. Nihoyat qochib oldik. Do'stlar, videomizni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.